Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun 29-mart tongi ertalab. Hop, aytmoqchi bo'lgan narsam, uyda vidgras yetishtirib chiqarayotganlar yoki bizdan olib ketayotgan insonlar bir narsaga e'tibor qilishini so'rardim. Mana golada, demak, mana nima deydi, o'sha muzlagan holatda mana bunaqa ikki xil rangda bo'lishi mumkin. Ikki xil rang emas, mana ko'rsanglar, mana bunisi to'q yashil bo'lib turibdi, bir tekis. Mana bunisi o'sha pastga cho'kmaga tushib qolgan bo'ladi. Bu nima bunaqa bo'ladi desa, bu muzlash tezligiga bog'liq. Mana bunisi tezroq muzlagan bo'ladi, mana bunisi sekinroq muzlagan bo'ladi. O'zi 10 minut tursa, mana shunaqa pastga og'ir qismi cho'kmaga tushib qoladi. Xuddi mana misol uchun insonni qonini hech probirkaga topshirgan odamlar bo'lsa, bir pas turgandan keyin qon ikkiga ajralib qoladi. Pastga o'sha og'irroq qismi, hali eritrotsit, leykositlar, hammasi trombositlar tushib, mana bu pasti qizil bo'lib qoladi, tepasi sariq bo'lib qoladi, ya'ni plazma holatida bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa xlorofil pastga tushadi. Yengil qismi ichida o'sha hali fermentlar, aminokislotalar, antioksidantlar mana shu tepasida suvga o'xshab turgan bo'ladi. Vaholanki bu suv emas, bu suvda erigan, ya'ni o'sha foydali demak, mana shu vitaminlarimiz mana mashitda bo'ladi asosan. Pastida xlorofil bo'ladi. Mana tushunolinglar, demak, yana o'ylamanglar bu haligi nima bunaqa bo'lib qoldi, buzilib qoldimi bu yoki bir bir suv qo'shilganmi degan fikr bo'lmasin. Xo'pmi? Mana shunaqa. Endi birato'la buni ichishni ham yana bir marta o'rgatmoqchiman, chunki savollar juda ko'p bo'ladi. Mana hozir ko'rasizlar, buni ham eritib ko'rsataman. Mana soldik. Mana suv solamiz. Oddiy suv, suv emas, suv ilu solsanglar bo'ladi. Mana yarim qilib soldinglar mana. Bismillah. Mana 10 minutdan keyin bu eriydi. 10 minut bo'ldi eriganiga, mana ko'rsanglar bir xil bo'ladi u. Tushuntira oldimmi? Demak, ikkalasi bitta narsa bo'ladi. Endi buni nima qilamiz? Demak, bunga yana ozgina ilu suv qo'shamiz-da. Bismillah deb ichib yuboramiz. Bismillah. Ana bo'ldi. Endi agar sal ko'ninglarni ko'taradigan bo'lsa, mazasi sal yoqmayroq qolsa, misol uchun, ketida mana suv ichib yuborsanglar ham bo'ladi. Xohlaganingizcha ichib yuborsanglar. O'shanda ham bo'lmasa, mana bir qoshiq asal yeb yuborsanglar bo'ladi, agar saxiringlar bo'lmasa. Undan keyin 20 minutdan keyin bemalol ovqatlanaverasizlar. Taninglar sog' bo'lsin.